Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Bugun biza Musayev She Agro ko'chatchi korxonasidamiz, Nazarbekda. Bu kishi Ubaydullo, shu ko'chatxonani ish boshqaruvchisi. Yaxshimisiz, Ubaydullo? Yaxshi. Ishlar yaxshimi? Ha, alhamdulillah. Qisqacha sizni ko'chatxonangiz haqida, o'sha bu Shahzoda akaga Islomliga tegishli ko'chatxona, qisqacha ko'chatxona haqida gapirib berasizmi? Keyin ichkari borib ko'ramiz. Bizning ko'chatxonamiz 1996-yil asos solingan. O'sha yildan beri davom etib kelyapti. Pashti 30 yil bo'lib qoldi. Pashti 30 yil bo'ldi. Mashalloh. Endi zamon bilan alishib shuncha etaplardan o'tib keldik. Mana hozirgi kunda eng oxirgi texnologiyalar bilan qurib bitirganmiz. O'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Hozir kirib ko'ramiz. Ko'chatxona hozirgi kunda bo'sh yerlarimizni o'zimiz ham yetishtirib, hammasini oldin o'zimiz ko'rib, keyin dehqonlarga tavsiya qilamiz, xudo xolisa. O'zan kirib ko'ramizmi? Ketdi. Ubaydullo, bu rosa chiroyli, haqiqatan ham zamonaviy ko'chatxona ekan. Men o'sha Turkiyaga, Ispaniyaga borganimda ko'rganman shunaqa ko'chatxonalarni. Haqiqatan ham bizda ham bor ekan bu ko'chatxonalar. Oldin ham ko'p kelardim. Endi hozir tomoshabinlarimizga, dehqonlarimizga ko'rsatamiz. Demak, bu ko'chatxonada bir yilda nechta ko'chat yetishtiriladi taxminan? Bir yilda masalan pomidor Tim ishlaydi ko'chatxona, to'xtash yo'q. Hop, bir yilda taxminan pomidor, bodring, masalan, nimalar yetishtiriladi? bir yil bir oy dam bo'ladi. Hop. O'shanda dezinfeksiya qilib tozalab olamiz, keyin boshqatdan ish boshlaymiz. Bir yilda где-то pomidor 3 milliondan oshu, bodring 1 milliondan oshu, keyin sabzavot ko'chatlar, selir, piyoz, garimdorilar 2 millionga yaqin. Oho. Endi sezon kelyapti, bahorgiga bolgarskiy, baqlajonlar o'shani zakaz bo'ladi. Bizda 6-7-8 million Xudo xolisa. grubi. Gul ko'chatini ham qilasizlar, adashmasam. Gul ko'chatimiz ham bor, atirgul chirinkasi ham bor. Hozir matiyolli gullarni tayyor qilib qo'yganmiz, egasiga yetib borishga tayyor bo'ldi. Yaxshi. Necha gektar ko'chatxonanglar? Hozirgi kunda ko'chatxonamiz 1,5 gektar. 1,5 gektar. O'sha 1,5 gektari ichida 6-7 million ko'chat plus minus qilasizlar. Mashalloh.